Dağlıq faylasuf Aristotelning nodir so'zlari. Aristotel qadimgi Yunonlik ulug' faylasuf, olim va ma'rifchi, Yunon falsafasini voyaga yetkazguchi. U Aflatonning shogirdi, Iskandar Zulqarnaynning ustozi. Keyingilar uni eng bilimli odam deb atagan. U qomus tipidagi olim bo'lish sifati bilan hamma fanga degilik to'hfa qo'shgan. Aristotel etika, metafizika, psixologiya, iqtisodshunaslik, teologiya, siyosiyshunaslik, statistika, tabiiy fan, ma'rifshunaslik, she'riyat, urf-odat va Afina qonunlariga oid asarlarni yozgan. Uning asarlari orqali g'arb falsafasining tunji sistemasini barpo qilgan. Va endi biz bu ulug' shaxsning nodir so'zlariga quloq solib boqaylik. Hayotning qimmati yashashda emas, balki tafakkur qilishda. Har kuni bir ishni takrorlash davomida o'zimizni yaratamiz. Ondan qaltislikning bir xil harakat emas, balki odat ekanligini bayqaymiz. Nafsini o'z mayliga qo'yib etish eng cho'ng balo qazo. Xalqning shaxsiyati haqida uni buni deyish eng cho'ng pastkashlik. O'zdagi savallikni bilmaslik eng cho'ng kasal. Tabiatida g'aljirlik bo'lmagan odamlar orasidan talant egisi chiqmaydi. O'zidan ustunlar oldida kamtar bo'lish adab. Qurdoshlar oldida kamtar bo'lish muloyimlik. O'zidan tuvanlarga kamtar bo'lish oliyjanoblik. Hamma odam oldida kamtar bo'lish bexatarlik. Baxt ruhni muvofiq o'ringa qo'yish demakdir. Qo'rqinchni yengilgan odamlar haqiqiy erkinlikka erisha oladi. Vaqt barliq mavjudotlarni hukm talqon qilib yetalaydi. Jimi narsa vaqtning qudrati bilan qeriydi. Vaqtning o'tishi bilan unutiladi. Meningcha dushman ustidan g'olib kelgan odamdan nafs ustidan g'olib kelgan odam eng botir. Hamma odamni do'st qatorida ko'radigan odamning mohiyati hech qanday do'sti bo'lmaydi. 7 turli sabab insonlarning harakatini belgilaydi. Ular fursat, mijoz xuluq, majburlanish, odat, idrok, hissiyot va nafs. Nasihat achchiq, mevasi tatliq. Aql odamlar baxtga intilmaydi, balki barliq amallar bilan baxtsizlikdan o'zini qochiradi. Harakatning ziyoda ko'p yoki ziyoda oz bo'lishi jismoniy quvvatni qo'rqitadi. Yemak-ichmak ziyoda ko'p yoki ziyoda oz bo'lsa, sog'lomlik ziyon uchraydi. Har ikkisida muvofiq bo'lganda, ondan jismoniy quvvat va sog'lomlikni oshirg'ili bo'ladi. Nafsi aqlidan g'olib kelgan kishi haqiqiy qul. Hayotda fursat va o'zgarish ko'p bo'ladi. Odam bek ko'ranglab ketganda eng zo'r baxtsizlik uni yo'qlab keladi. Har kuni qilgan ishimiz bizning qanday odam ekanligimizni belgilaydi. Shunga qaltis deganlik harakatni emas, balki odatni ko'rsatadi. 抖音